Sizda ustoz deb murojaat qilaymi, o'g'lim deb murojaat qilaymi? Menga Alisher deb murojaat qilavering. Xo'p, mayli. Alisher deb Mayli. murojaat qilavering. Xohlasangiz Alisher. mayli haligi o'g'lim deb, ukam deb murojaat qilavering. Qanday qulay bo'lsa. O'zingizga shukur. Darsga qo'shilganingizdan keyin lekin aka deb murojaat qilasiz. Chunki 18 ga kirasiz darsga kirganda. Biz 19 yosh. Bo'pti, mayli. Mayli, xudo xohlasa shunday bo'lsa. Darsga kirguncha lekin mayli pasportdagi yoshingiz bilan suhbatlashtiramiz. Chunki qalb qarimaydi-da. Siz aytganingizdek, qalbi odamni juda ko'p mas'uliyatlarni ko'tarishni boshlagandan keyin, hayotiy baland-pastliklarda juda ko'p narsani o'ziga olgandan keyin, uni tanasi mehnatdan emas, ana shu ortiqcha xafalik yoki bir kelishmovchiliklar, men ularga nima qildim, men yomonlik qilganim yo'q degan holatlar bo'ladi. Biz yaxshi tomon bilan yuraveramiz, lekin hayotda har doim ham biz xohlagandek bo'lavermaydi. Keyin shuning uchun insonni qaritadigan narsa mehnat emas. Xursand bo'lib mehnatini qilib yuraversa hech nima emas. Ana shu xafalik, kimdir haligi xafa qilib, ko'nglini qattiq og'ritib qo'yishi degan narsalar ko'pincha yaxshi odamlar ko'p kasal bo'lganini biz ko'ramiz. Chunki o'zimda ham xuddi shunday bo'lganda, o'zim ham ko'zimni ana shu unga ergashib, bunga ergashib, ana do'stim, mana bu do'stim, mana bu do'stim qilib orqasidan ergashib yurganni qarsillatib kesakdek tekka. Shunga o'xshagan narsalar. Shuning uchun o'zim tushunganmanki, men o'zimni qurbon qilgan ekanman. Har xil meni do'st deyishmayaptimi, meni qachon do'st deyishar ekan degan holatlar. O'shandayki biz e'tiborimizni, butun fikrimizni yaqinlarimiz, bolam, chaqam, oilam, shu ishim, shu rahbarlar aytgani der ekanmizda, lekin tanamizni ko'p ranjitib qo'yar ekanmiz. O'zimizni hujayralarimizga ko'p qarshi naf qo'yamiz. Shuning uchun mana aytganingizdek doktorlar keyin, "Oho, 70 yoshlarda hujayralari nimalari bo'lib ketibdi-ku, tanangiz" deydi, lekin Xudoga shukurki, bizning organizmimiz o'zini o'zi tiklovchi, o'zini o'zi qayta yangilovchi mexanizm. Meni ham hozir ko'rganlar, yoshim tengilar boshqacha munosabatda ko'rib, qachon san nimaga unaqa bunday savollar berishadi. Aytamanki, mashq. Hamma narsaning tagida odat bor. Bizning odatlarimiz qaritadi, bizning odatlarimiz yoshartiradi. Odatlarimiz esa qayta qilingan amallar natijasida hosil bo'ladi, shakllanadi. Hech bo'lmasa 40 kun kerak bir organizmda bir to'qima aylanishi, o'zgarishi uchun. Shuning uchun bizning mashg'ulotlarimiz o'rtacha 40 kun vaqt beriladi. 40 kun ichida 10 kun intensivniy, ya'ni har kun mana bu yerga darsga kelganlar onlayn emas, offlayn emas. Unda ham bunda ham har kuni bir-biriga xuddiki muolajadek bog'lanib boradi. Ya'ni yerda tanasi o'zgarishi uchun hissiyotlari, odatlari, fikrlash tarzi va jismoniy harakatlarini to'g'ri qilish natijasida sozlab borish. O'qituvchi sifatida men uni ko'rsatib boraman. Xudo xolasa 10 kunda ancha o'zgarishlar qilishadi va 30 kun biz o'sha uyga vazifalar berib, ularni kuzatib turamiz. O'shanaqa. Shuning uchun Xudo xolasa doktorlarga siz borib yana bir marta ko'rsatganingizda, "Voy, opajon, nima qildingiz? 70 yashar edi, hozir 50 yashar emas-ku, 40 yasharlik organizm bo'lyapti-ku" deydigan bo'lishni niyat qilishimiz kerak. Shunga qarab. Amin aytamiz sizlarga. Ko'p bo'ladi shunaqa vrachlarni hayratlantirishadi. Sirozdan misol uchun gepatologlar ko'rib, "Nima qilding? Qanday qilib gepatit B sanda yo'q" deyapti. Yaqinda gepatit B bor edi-yu, gepatit C qani? Siroz qani deydigan holatlar bo'lganda, bu aqlga xuddiki sig'maydigan narsalar bo'layotganda, lekin organizm shunaqa qobiliyati bor. O'zini o'zi ichida immunitet ko'tarilsa, quvvati oshsa, ya'ni biz organizmimizga ko'pincha o'zimizni fikrlarimiz, xulosalarimiz bilan xalaqit bergan bo'lsak, keyin bunday yordam berishni boshlasak, u o'zi misol uchun o'zi sekin yurayotgan bo'lsa, biz yordam bersak tezroq yuradi. O'zi sekin yurayotgan bo'lsa-yu, biz unga har xil xulosalarimiz, fikrlarimiz, hayotdagi didlar bilan tormozlashtirib, uni orqaga tortar ekanmiz-da. Shuning uchun orqaga tortilayotgan ko'z
yoshim katta bo'ldi, endi bunday bo'lib degan ko'zda keyin bunday tiklanishini kuzatgandan keyin oftalmologlar ham deydi oldinga ketyapti, u oldin orqaga ketardi. Shu oldinga yoki orqaga ketadi zreniya ham. U doim bitta joyda turmaydi. Organizm yo orqaga ketadi, yo tiklanadi. Har doim xuddiki ilon terisini tashaganday biz hujayralarimiz ham yangilanib turish mexanizmiga ega. Buni Garvard ham isbotlayapti, Oxfordlar ham isbotlayapti, chet elliklar hammasi isbotlayapti. Ongli yondashuv bor. Bittasi ongli yondashuv, inson o'zini tanasiga ongli idrok bilan, ilm bilan yordam beradi. Ikkinchisi, meni boshimni og'ritmay xullas tuzatsang, tuzat, men yotaman deb faqat passiv holatda bo'lsa, doktor, bo'pti deydi. To'lab qo'ying, mana $5000 bo'ladi sizdan deydi. Ras atrofingizda girdikapalak bo'ladi. Yo natija bo'ladi, yo bo'lmaydi xullas. Chunki men qancha 4 marta, 5 marta operatsiya bo'lib Hindistonda oxiri qaytib kelib, tashqaridan najot topolmagandan keyin o'ziga nazar solishni boshlagan odamlarni qanchasi bilan suhbatlashib o'tiribman. Atrofidan topolmagandan keyin, chunki 30% tashqaridan ta'sir qilishi mumkin. Lekin 70% insonni ichidagi o'zini bu butun boshli bir mexanizm, zavodda faqat uni o'sha yerdagi bo'layotgan, mana konveyerda bo'layotgan jarayonlarda buzsa vrach ham uni tuzata olmasligi mumkin. Lekin sozlash uchun kerakli darajada ziyraklik kerak, nafislik kerak. Haligi qo'pol, dag'al harakatlar kerak emas. Shuning uchun qalbini sozla degan Ibn Sino birinchi. Ruhiyatini sozla. O'zi sozlanib oladi musiqaga o'xshab. Xuddi musiqaga o'xshaydi. U musiqani ko'zingizga ko'rinmaydi, lekin yomon, g'alati tovushlar bo'lsa, o'sha demak buzildi sistema. O'shandan keyin tanamizda kasalliklar ko'zimizda birinchi aks etadi. Chunki ko'zlar birinchi hayotda bo'layotgan vaziyatlarga reaksiya qiladigan bu ko'z 90-95% juda ham nozik, shu bilan birga o'tkir, uzoqni ko'ra oladigan mexanizmda, mo'jiza. Shuning uchun xursandchiligimiz ham ko'zimizda aks etadi, xafaligimiz ham ko'zimizda aks etadi. Shuning uchun qancha biz hayotdagi vaziyatlarda, balandpastliklarda o'zimizni yo'qotib qo'ysak, nima qilishimizni bilmay qolsak, haligi tushkunlikka tushib, anaqaga ketaversak, shuncha ko'zlarimiz bechoralar qiynalishni, yopilishni boshlaydi. Uni vrach nima qilsin sizga? Siqilmang opa deydi. Siz xo'p deysizda, lekin uni sizga vaziyatni, hissiyotni, ichidagi mexanizmlarni nima qilsam siqilmayman. Hammamiz ham siqilamiz. Men ham stresslarga tushganman. Men ham insonman. Har kuni bo'ladi menda ham. Bir xil emas-ku. Bitta odam tur yo'qol deydi, bittasi bunday deydi, bittasi bunday deydi, bittasi safsatani gapiryapsanmi deydi. Kommentariyada qancha gaplar bo'ladi. Biz uni bir xillarini ko'ramiz, bir xillarini ko'rmaymiz, bir xillarini eshitamiz, bir xillariga rahmat aytamiz. Men ko'pincha o'qimayman. Endi menga o'qib berishadi, aytishadi, mana shunaqa yozishyapti. Hamma o'zini nima deydi? Ongidan, hayot tarzidan, o'zini tajribasidan kelib chiqib xulosa qiladi. To'g'risida bu hamma kimdadir cho'ntagida $1,000,000 bo'lsa, deb $100 beradi. Kimdir bechara bo'lsa, o'zi undan nimani olasan? Kommentariyasi ham shunaqa becharashkada chiqadi-da. Becharaday chiqadi. Noroziday chiqadi. Doim kimdandir ayblash, men bechoralar, biz bechoralarni qiynayverasizlar, sizlar degan ayblovlarni qanchasini hech narsa olganingiz yo'q ulardan hali. Ularga bir pul million ber deganing yo'q, prosta fikringizni bildiryapsiz. O'shanga qancha nima bo'ladi. Shuning uchun biz o'rganib qolganmiz, aytamizki, o'zingdan berguvchi ham o'zing. Chunki sog'lig'ingizni opajon biz sozlamaymiz. Biz o'sha sog'liqni berilayotgan joydagi qarshilik bo'layotgan spazmlarni qo'yib yuborishni o'rganamiz. Biz bir idish bo'lsak, uni ichidagi to'la haligi har xil salbiy narsalar yig'ilib qolgan bo'lsa, o'sha idishni bo'shatib tashlash kerakda, toza obi zamzamga ochilish kerak. Shu maqsadimiz. Toza obi zamzamga ochilsak, bizning ichimizda haligi ginalar, manmanliklar, haligi aqlimizdagi obro'yimni tushib urib qo'ydi, meni xafa qilib qo'ydi, men unga ham ana shunaqa narsalar
soxta, yuzaki, hammani gaplari degan narsalar ishni olib tashlab turib, nima o'zi men buning uchun muhim degan narsalarni topib olsak, keyin chuqur nafas olib, "Hey, ordona qolsin" deb yana o'zingiz niyatingizda, ha? Ana, xudo xolasa, yaxshi niyatlarni topib ushlab olsak, shuning uchun Hakim at-Termiziy bobomiz aytadi-da, vaziyat o'zgaradi, odamlar o'zgaradi, odamlarning gapi, hattoki Hakim at-Termiziyni qancha adadada devorishgan. Shunday avliy odam. Biz kimmiz uni? Shuning uchun niyatingni o'zgartirma deydi. Agar sen niyating to'g'ri bo'lsa, sen niyating pok bo'lsa, to'g'rilik bo'lsa, shu yo'lda ketaver. Sog'lig'ing ham keyin sog'lig'imiz bizga kerak. Agar biz ko'p g'azablansak, jigar ketadi. Biz g'azablansak, ko'zlarimiz ketadi. Bu hozir faktik narsa.